Xotinim yerda qonga belanib yotibdi. Ayolingizni tilla taqinchoqlari bo'lsa, o'g'irlik bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Meni sizdan boshqa tushunadigan, ko'nglimga qaraydigan hech kimim yo'q. Shunday ko'rkam yigit nimaga shu paytgacha uylanmagansiz yoki ko'nglingizga yoqadigan chiqmaganmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen yana eski hunaring boshladingmi? Kelinga kelganim yoqmadi shekilli. Assalomu alaykum jonim. Nega shu mahalda bunaqa yasanib chiroyli bo'lib pardozandoz qolding? Ayol kishi eri ishdan kelishiga o'ziga orom berib, chiroyli bo'lib kutib olish kerak. Biron marta ayolingizni oldiga kirib, rozi-rizolik qildingizmi? Bu nima? Bu o'g'lik chizgan rasm. Agar besabr bo'lganimda allaqachon boshqasi bilan yurib ketgan bo'lardim. Siz bizga ta'riflab, suratini chizib bergan yigitni topdik. Shunda yosh, chiroyli xotiningni ko'chaga chiqarib qo'ygansan. Qotillik qilgan odamdek bezovib turibsiz. Yana qaytaraman. Men o'ldirmadim Noilani.